Mazza qilishyapti bolalarim, farzandlarim. Mastovni qilma. Bu onajonim. Agar videolarda masalan videolar o'chib ketishi mumkin, telefonimiz yo'qolib qolishi mumkin, lekin YouTube'da bir narsasi yaxshi ekanki, abadiy qoladi rasmlaringiz. Necha yillik rasmlar qolganligi sababli qaror qildikki, bizni yoshligimizdan, masalan, bizni qilayotgan ishlarimizdan bir namuna bo'lib, esdalik sifatida shu YouTube'ga kirib keldik. Mayli kim qanaqa nima deb o'ylaydi, bilmadim-ku, lekin esdalik uchun deb o'ylab qolaman. Sizlardan faqatgina iltimosim shuki, yomon kommentariya yozmang. Mayli, lusha o'tkazib boring. Yo'q, hechmi. Bu mazza qilyapti farzandlarim. Ko'pincha istaymanki, onamni ko'proq video qilishni istayman. Juda ham. Chunki onalar g'animat bo'ladi. Esdalikka qoladi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, aya.